Mezami tadbirkorning rivojlantirish dasturi tegarında tadbirkor uchun biznes tashabbusini qo'llab-quvvatlash maqsadida ajratilgan kredit va mikrokredit bank tarifini bunda birinchi maqsadi o'zini o'zi bandlab жұмыс bilan ta'minlaydi. Bunda haqli jardamchining tavsiyasiga asos 30 millionga дейін asbob uskunalar sotib oluvga, shikma unumlar bo'lsa 10 millionga plastikka solib kredit berib turadi. Bunda maqsad sol o'zini o'zi bandlab biznesini yo'lga qo'yib, belgili daromadga ega bo'lish maqsadi. 4 yılga дейін berilib, 12 ay imtiyozli davr bilan 17,5% beriladi. Eğer şehir uygulamalarını olsanız 18 ayda 3 ay imtiyazlı davr bilan 10 milyonga дейін kreditiniz olur. Eğer siz yuridik şahs olarak tizimden olsanız 300 milyonga дейін kredit verilir. Bunda asgari ücret satın alımı verilerde hem de özünün hesabına 30% үлесі қосқан болу керек сол бизнес режимісінде. Hem de bunda жастарға да беріледі 30 milyon, 30 жасқа шегенге 5 жылға дейін беріліп 18%-дан бunda pul өткізу жолы менен беріледі. Hem de 100 milyonga дейін sug'urta kepil ta'minoti hem de üçüncü şahıs kepil ta'minot tegarında da 100 milyonga дейін kreditler beriladi.